Ertalab otangiz yoki onangiz uyqudan turganda tizzasida qirsillash, yili qotish yoki og'riq bormi? Aynan mana shunday belgi tizza bo'g'imi ili boshqa bo'g'imlar artrozini birinchi belgisi bo'lishi mumkin. Agar bu belgilarni befarq bo'ladigan bo'lsangiz, tizza proteziga tayyor turishsin. Sizlar bilan bugungi tema bo'g'imlar artrozi haqida gaplashamiz. Aynan bu kasallikka o'tishdan oldin o'zi bo'g'im qanaqa, bo'g'im nimadan tashkil topgan, shu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam. Yonimda turgan bu mulyash aynan tizza bo'g'imi. Tizza bo'g'imi bo'g'im 3 qismdan tashkil topgan. Ya'ni ikkala suyak uchlari, bo'g'im xaltasi hamda bo'g'im bo'shlig'idan tashkil topgan. Aynan artroz kasalligi nima? Artroz kasalligi bo'g'imni uchida tashkil topgan tog'ay qismini yemirilishi. Aynan mana shu tog'ay qismi yemirilishi, ya'ni bo'g'im uchlarida qon aylanishi juda ham sekin, deyarli qon aylanish bo'lmaydigan qismi bor, ya'ni tog'ay qismi bor. Bu bo'g'imning orasida ko'rinib turadigan qismi bo'g'im yuzasida joylashgan. Aynan mana shu qismda artroz kasalligi rivojlanadi. Uni etapma-etap bosqichlari bor. Birinchi bosqichdan 4-bosqichga bo'lgan davrni o'ziga qamrab oladi. Birinchi bosqichda aynan yuqorida aytgan belgilar bo'g'imda kuzatilishi mumkin. Ya'ni tizza bo'g'imi uyishlari, tizza bo'g'imdagi qotishlar, ertalabki karaxtliklar aynan tizza umuman bo'g'imda kuzatilishi mumkin shu narsa. Ya'ni birinchi, ikkinchi bosqichlarida. Agar mana shu belgilarga biz bee'tibor qoldiradigan bo'lsak, kasallik rivojlanib, boshqa bosqichlariga o'tib ketishi mumkin. Natijada ko'ribsizki, tizza bo'g'imidagi kasallik kuchayib, protezgacha borish holati bo'ladi. Bugungi kunda aynan mana shu kasallik turi juda ham ko'payib ketgan. Sabablari: tizza bo'g'im artrozi nimadan kelib chiqadi? Bugungi kunda mana rivojlanib kelayotgan davrda dunyoda ko'proq birinchi o'rinda kam harakatchanlik. Bemor agar kam harakatchan bo'ladigan bo'lsa, tizza bo'g'imini o'rab turuvchi mushaklar kuchsizlanadi. Ya'ni o'z tanasini massasini ko'tara olmaydi. Bu ham bunga semizlik qo'shiladi, mushaklar stabiliga qo'shiladi. Bundan tashqari sport travmalari, bu ham tizza bo'g'imi artroziga yaqqol misol bo'lishi mumkin. Keling endi tizza bo'g'imi artrozini bosqichma-bosqich qanaqa belgilari bo'ladi, shular haqida gaplashib o'tamiz. Tizza bo'g'imi yuqorida aytdim 4 bosqichdan iborat. Birinchi bosqichida tizza bo'g'imida rentgenologik kartinasi, hozir mana bu kartinaga qarasizlar, rentgenologik kartina bor. Bu rentgenologik kartinada birinchi bosqichdan 4-bosqich ko'rsatilgan. Birinchi bosqichda kartinkaga e'tibor qaratsangiz, yengil yallig'lanish ko'rsatilgan, ya'ni bu holatda osteoporoz kuzatiladi. Ya'ni suyakni to'qimasini zichligi kamayadi. Bu birinchi belgi. Bu holatda nima bo'ladi? Bizda deyarli bu holatda hech qanaqa bemor tarafdan belgi kuzatilmaydi. Shu sababdan biz bu bosqichni bari o'tkavergan bo'lamiz. Ya'ni bu bosqichda biz kasallikni tashxislash, diagnostika qilish qiyin bo'lib qoladi. Ikkinchi bosqichi, kartinga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ikkinchi bosqichda o'sha tizza bo'g'imida birinchi osteoporoz belgilari hamda tog'ay qismini yorilishlar kuzatilgan. Bu aynan mana shu ikkinchi bosqichda artrozni. Ikkinchi bosqichda bizda belgilar paydo bo'ladi. Ya'ni ertalab uyqudan turdingiz, ertalab uyqudan turganda tizza bo'g'imida qotishlar, ya'ni karaxtliklar, turib yurmoqchisiz, 30 minut, 20 minut aynan o'sha yotoqda qolib ketishingiz, mana shu artrozda ikkinchi bosqichdagi belgilari. Buni agar mana shu belgiga e'tibor bermadingiz, keyin 3-bosqichga o'tadi. 3-bosqichga o'tganda o'zi tizza bo'g'imini tashkil qiluvchi qismlarda, ya'ni suyakchalar o'siq, bu narsani osteofitlar deydi. Yana bitta ikkita osteofit, ya'ni suyak o'siqlari deydi. Aynan haqiqatan ham xalq tilida bu narsani tizzamga tuz yig'ilgan deydi. Ana bu holatda bemorda haqiqiy belgilar boshlanadi. Harakatlanish, cheklanish paydo bo'ladi. O'sha bo'g'im harakat qilganda, bo'g'imda bo'layotgan vaziyatlar, ya'ni qirsillash tovushlari chiqaradi, kuchli og'riq ham paydo bo'ladi. 4-daraja, o'sha 4-darajada osteoporoz bor. Osteofitlar juda ham ko'p miqdorda, hamda bo'g'im oralig'i toraygan. Bu holatda bemorda suyak bo'g'imlarni deformatsiyasi, ya'ni shakli o'zgarib ketadi. Bu holatda biz lecheniya qilishdan kechga qolamiz. Mana shu holatda biza yordam bera oladigan holatimiz tizza bo'g'imi faqat protez qo'yishimiz mumkin.
Agar biz yuqoridagi aytgan belgilarni o'z vaqtida davolaydigan bo'lsak, shu belgilarga e'tibor beradigan bo'lsak, biz ana shu tizza bo'g'imiga protez qo'yish bo'ladigan vaziyatdan qochishimiz mumkin. Ya'ni protezsiz bemor o'z bo'g'imining faoliyatini tiklay olishi mumkin. Aynan mana shu bosqichdan kelib chiqqan holatda hozir men davo muolajalarini sizlarga tushuntirib o'taman. Agar bo'g'imga e'tibor berib qaraydigan bo'lsangizlar, bo'g'im yuqorida aytdim, bo'g'imni atrofini boylamdan o'rab turadi, boylamdan. Uni atrofini mushaklar o'rab turadi. Shunaqa gap so'z bor. Odamning skeleti yurmaydi, lekin muskuli yuradi degan gap bor. Agar biza mushaklarimiz kuchli ishlaydigan bo'lsa, mushaklarimiz yaxshi ishlaydigan bo'lsa, biza kasal bo'lmaymiz. Ya'ni bo'g'imlarni har qanday kasallikdan saqlab qolishimiz mumkin. Birinchi bosqichdan 3-bosqichga bo'lgan davrda agar men faqat bo'g'im atrofini o'rab turuvchi mushaklarga urg'u qaratadigan bo'lsak, lecheniya davomida biza bo'g'imni saqlab qolishimiz mumkin. Suyak atrofini, bo'g'im atrofini mushak o'rab turadi. Bo'g'im atrofini o'rab turuvchi mushaklarga biza kerakli yuklamalar, mashqlar beradigan bo'lsak, mushak chiniqadi, mushakka qon ko'p yig'ib keladi. Qon ko'p kelsa, tabiiyki bo'g'im ichiga oziqa modda ko'p keladi. Bu narsa bo'g'im ichi suyuqligini ko'p hosil bo'lishini ta'minlab beradi. Siz eshitgan medikamentoz davo muolajalarida ham asosiy vazifa qilish kerak bo'lgan protseduralar bular birinchidan og'riq qoldirishga qaratilgan, ikkinchi o'rinda qon aylanish yaxshilashga qaratilgan, uchinchisi o'rinda bo'g'im ichi suyuqligini ta'minlab beruvchi choralarga qaratilgan. Mana shu holatda agar biza mushak uchun yaxshi kuchli yuklamalar beradigan bo'lsak, bo'g'im ichi suyuqligi ko'payib, qon aylanish yaxshilangan hisobida bizada yuqoridagi paydo bo'lgan belgilar, artrozni belgilaridan qutulamiz. Bundan tashqari aynan reabilitatsiya jarayonida nimaga e'tibor berish kerak? Reabilitatsiya jarayonida manual terapiya, ya'ni manual terapiya bu holat juda ham muhim rol o'ynaydi. Aynan chunki uzoq muddat sizda artroz kasalligi bezovta qilganligi sababli bizda biomexanika, ya'ni yurishimiz o'zgaradi. Mana shu yurish tempi o'zgargani hisobidan bizda tovondan turtib to boshgacha bo'lgan suyaklar sistemasida o'zgarish paydo bo'ladi. Bu narsa yana artrozni yanada ham rivojlanishini kuchaytirib yuboradi. Shu sababdan bu holatda biomexanikani to'g'irlash o'ta muhim hisoblanadi. Bundan tashqari biomexanika buzilganligi sababdan biza nima muolaja qilishimizdan qat'iy nazar bizda tizza atrofida mushaklarda kuchli og'riq bo'ladi. Bu holatda mushaklar orasida o'tgan nervni yo'nalishi o'zgarib ketadi. Bu holatda aynan neyromobilizatsiya deydi, ya'ni nervni harakatchanligini ta'minlab berish kerak. Chunki nerv alohida o'zini yo'li bo'ladi. O'sha yo'l orqali o'tganligi sababdan sog'lom odamda o'zini alohida yo'li bo'ladi. Shu yo'l orqali o'tganda bizga hech qanaqa og'riq bermaydi. Lekin biomexanika o'zgargan, siz oqsoqlarni yuryapsiz yoki oyog'ingizda og'riq bor. Shu og'riq hisobida siz qaysidir o'sha og'rib turgan bo'g'imizni asrashga harakat qilasiz. Bu holatda aynan biomexanika buziladi. Biomexanika buzilgandan keyin, ya'ni to'g'ri yurish degani biomexanika. Bu holatda nervni anatomiyasi o'zgarib ketadi. Ya'ni nervni joylashgan joyida o'zgarganlik sababdan og'riq yana kuchayaveradi. Nervda og'riq kuchaysa, bu yana qo'shimcha artrozni yana ham kuchayishiga sababchi bo'ladi. Shu sababdan bu holatda reabilitatsiya jarayonining davolash muolajasi paytda neyromobilizatsiya, ya'ni nervni o'zini anatomik strukturaga joylash degani bu narsa. Mana shu narsaga ham e'tibor berish kerak. Keyingi videolarda aynan davolash jarayonlarida nima xatoliklar hamda foydali mashqlarni sizlarga taqdim qilaman. Agar sizda ham xuddi shunaqa belgilar bo'ladigan bo'lsa, buni bee'tibor qoldirmang. Agar sizda ham otangiz, onangizda xuddi shunday holat bezovta qiladigan bo'lsa, hozir aynan shu muammolarni yengillashtirish uchun bir nechta mashqlar berib o'taman. Bu mashqlarni muntazam 1 oy davomida bajarsangiz, sizda bo'g'im atrofidagi mushaklar tarangligi oshib,
baquvvatlashadi hamda qon aylanish yaxshilanadi. Natijada sizdagi tiza bo'g'imizdagi og'riqlardan xalos bo'lasiz hamda kasallik tezroq bartaraf bo'ladi. Ushbu ko'rsatilgan mashqlar sizdagi bo'lgan muammoni, ya'ni og'riqlarni kamaytiradi hamda kasallik rivojlanishini sekinlashtiradi. Agar to'liq davolanishni xohlayotgan bo'lsangiz, men bilan bog'laning, to'liq ma'lumot beraman.